Hop, zapis yoqamiz. Hop, bugungi darsligimiz yana bitta повтор qilib o'tib ketaman, чтобы boshqalar ham bilishi uchun. Bugungi darsligimiz bu birinchisi yangi mavzu o'tib beraman sizlarga. Yangi mavzu shu yangi mavzu sistema bo'yicha. Sistema bo'yicha bo'ladi. Ikkinchisi bu darsliklarni ko'rib chiqamiz, har bitta odamnikini bittadan. Uchinchisi psixologiya haqida ozgincha gaplashamiz. Psixologiya, ya'ni bozorda qanaqa qilib o'sha o'zimizning psixologiyamizni kuchaytirsak bo'ladi. Shu bo'yicha ozgincha sizlar bilan bugun mulohaza qilamiz. Xo'p, bugun bo'lmasa period haqida gaplashamiz. Biz bilamizki, har doim kunlik period, haftalik period и oylik period bo'ladi. Ya'ni bu degani bir oyga aytaylik, bir oy ichida 4 hafta bor. 4 haftaning ichida aytaylik bir kunlikdan aytaylik nechtadir bor. Bir kunlik hisoblaydigan bo'lsak, savdo kunini hisoblasak, dushanba deylik, dushanba, seshanba, chorshanba 5 kun почти bo'layotgan, 6 kun почти bo'layotgan ekan. 5 kun bo'layotgan ekan. Shu bo'yicha gaplashamiz bu sizlarga bozorni yanada yaxshiroq ko'rishga yordam beradi. Nimaga yaxshiroq ko'rishga yordam beradi? Buni sababini tushunib olasizlar. Xo'p, bizada SNRda bilasizlar A bilan V bor. Faqatgina A, mana bu bizada lotincha A ga o'xshaydi. Bu bizada lotincha V ga o'xshaydi. Mana shu holatlar bizada tepasi aytaylik resistent zona bo'ladigan bo'lsa, pastimizda bizada aytaylik nima zona? Support zona bo'ladi. Mana shu resistent va support zonalardan foydalangan holatda biz o'zimizga zona yaratamiz, ya'ni periodlar, ya'ni bez tarix ishlashga harakat qilamiz. Tarix bizga kerak emas. Men sizlarga periodni ko'rsataman. Periodda asl maqsadi ikki xil holatga ishlaydi. Birinchisi bu aytaylik mana shu yerda period bo'ladigan bo'lsa, narx pastga tushadi. Pastda ozgincha aylanib kelib, отбойga ishlaydi. Va eng kuchli ishlaydigan joyi bu proboyga bo'ladi. Ya'ni narx buzadi va mana bu joyda proboydan narx tepaga qarab ketadi. Ya'ni bizada period faqatgina mana bunaqa ishlatiladi. Bu bizada time frame bo'ladi. Time frame bo'ladi. Time frame qanaqa ishlatamiz? Birinchisi daily bo'ladi, ikkinchisi H1, uchinchisi примерно 15 bo'ladi. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, har bir time frame'da bitta tashab ketamiz. D1 plus H1 plus M15. Endi ahamiyat beringlar, bizda orada H4 yo'q va orada M30 yo'q. Ya'ni biza har bitta holatda bittadan time frame tashab o'tib ketdik. Ya'ni o'rtaga tashab ketdik. Bizga qiziq emas o'rtadagilar. Bu periodda oldindan ko'p odam ishlatadi, lekin u periodda qanaqa ishlatishni bilmaydi. Men o'sha periodda sizlarga qanaqa qilib ishlatishni yaxshiroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Har doim ham ideal holat bo'lmaydi, lekin win rate hisobi juda ham katta bunda. Ya'ni buni agar to'g'ri ishlatib, to'g'ri sabr bilan kutib zonalarni ishlaydigan bo'lsanglar, yaxshigina daromad bilan chiqib ketsanglar bo'ladi. Bizda har doim esinglarda tursin, bozordan faqatgina 50 punkt topib chiqib ketishga harakat qilamiz. Hammanglarda har doim miyanglarda, ya'ni psixologiyada har doim 50 punkt tursin. 50 punkt bizda nima? Hammanglar bilasizlar, ya'ni 23.00 deydigan bo'lsa, aytaylik hozirgi narx bilan olsak 26 aytaylik 70 ta narx turadi deylik. 26.75 bizning TP'miz bo'ladi. Ya'ni mana shu 50 punkt bo'ladi. Chunki bizda stop hisobimiz har doim kichkina bo'ladi. Stop hisobi kichkina bo'lganligini hisobiga o'sha biza 50 punktni olamiz, chiqib ketamiz. Bozorda qancha ko'p qolib ketsanglar, topgan foydanglarni ham shuncha tez yo'qotishni boshlaysizlar. Shuning uchun bozordan olish kerak va chiqib ketish kerak. Endi qaranglar, bitta tarafi bor-da. Aytaylik, oddiy kuniga, например, 50 punktdan olsanglar ham
Aytaylik bizada savdo kuni 24 kun deb olaylik. Mayli 22 kun deb olaylik. 22 kunning ichida общий xodim biza 1100 punkt olib chiqib ketamiz. 1100 punktimizda bizada 11000 pips bo'ladi. 11000 pips bo'ladi. Dollarga chaqiradigan bo'lsak, bu 0.10 hisobida bizada 1100 dollar. Aytaylik 1 lot hisobida 11000, 01 hisobida 001 hisobida bu bizada 111 dollar, 111 dollarni tashkil qiladi. Men o'ylaymanki, например, aytaylik boshida например 001 bilan ishlagan odam uchun hozirgi topayotgan aytaylik 100 dollari bir oy uchun kam bo'lishi mumkin. Bekorga aytilmagan, ya'ni disiplina. Bugun siz 100 dollar topayotgan bo'lsangiz, ertaga bu sistemani mukammal qilganingizdan keyin siz bemalol aytaylik 0.10 lot уже ocha olasiz. 0.10 lot ocha olasiz. Bu degani уже siz 1100 ishlashni boshlaysiz oyiga. Ertaga уже keyin siz 0.10 emas 0.20 ochishni boshlashingiz mumkin. 0.30 ochishni boshlashingiz mumkin. Ya'ni mana shu lotlarni ketma-ketlikda oshirib borish ham bu psixologiyaga kiradi. Ya'ni psixologiyani rivojlantirish. Ya'ni mexanizatsiyalashtirish ketma-ketlikda. Bekorga aytmayman, har doim hammaga aytaman, kichik progresslarga ishoninglar. Ya'ni srazu otilmanglar. Aytaylik, birinchi zinada turibsizlar-da, 4-zinaga chiqishga harakat qilasizlar. Unaqa kerak emas. Unaqa qilmanglar. Undan ko'ra birinchi zina, keyin 2, keyin 3, keyin 3, keyin 4. Ya'ni har bitta zinani bosib o'tib, o'sha zinani mahkam, ya'ni qanchalik aytaylik mahkamligini bilib ko'ringlar birinchi. U zina tushib ketmaydimi? Aytaylik 3-zina tushib ketmaydimi yoki 4-chi yoki 5-zina tushib ketmaydimi? Mana shu har bitta zina bosishinglar bu sizlar uchun saboq bo'ladi. Saboq. Ya'ni saboq nima? Ya'ni har bir aytaylik sizlar ikkinchi anaqaga zinaga chiqqaninglarda sizlarda aytaylik qanaqadir xatolik bo'ldi va siz u xatoliklarni to'g'irlab 3-stupenkaga chiqdingiz, ya'ni 3-zinaga chiqdingiz. 3-zinada ham xuddi shunaqa xatoliklar, kamchiliklar bo'ldi, lekin siz baribir yana 4-chi anaqaga, ya'ni nima deydi? 4-zinaga chiqasiz. Endi po fakt o'ylab ko'ring, agar siz mana bu 2-zinada xato qilgan bo'lsangiz, keyingi safar siz hamma narsani 0 dan boshlaganingizda, siz 2-stupenkada qilgan xatoyingizni boshqa повтор qilmaysiz. Agar siz o'sha xatoni yana takrorlayotgan bo'lsangiz, siz o'zingizni qonun qoidalaringizni hurmat qilmayapsiz va o'zingizni qonun qoidalaringiz bo'yicha ishlamayapsiz bo'ladi. Deylik 3-4. Hammasida xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu sohada shunaqa bo'lishi kerakki, trader, ya'ni oldingi qilgan xatolarni yana takrorlamaslik kerak. Aytaylik, aytishingiz mumkin, nimada xato? Ya'ni bu sizlarning psixologiyalarida. Aytaylik, sizlar o'zingizga va'da berdinglar-da, 001 lot faqat ochaman. Aytaylik, 1 oy davomida faqatgina 001 bilan ishlayman deb aytdinglar o'zingizga. Lekin shunaqa holat bo'ldiki, sizlar 10 kun 001 bilan ishladinglar va oxirgi kuni shunchalik o'zingizga uверен bo'lib ketdinglar va 0.10 lot ochdinglar. Mana bu sizlarning disiplinalarini buzishga kiradi. Sizlar xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi, 001 bilan agar 1 oy deb o'zingizga va'da bergan bo'lsanglar, ana shu va'dani bajarishingiz kerak. Foyda kam bo'ladimi, kam bo'lmaydimi, farqi yo'q. Siz mana shu 001 ni hajmiga o'rganishingiz kerak. Ana keyin уже o'zingizga keyingi oyga 0.10 qanaqadir bir anaqa qo'yasiz. Yangi bir nima deydi? Maqsad qo'yasiz. Ana keyin уже 0.20 qo'yasiz. Keyin 0.30 qo'yasiz, keyin 0.40. Itak dali shunaqa qilib ketadi va orada aytaylik bizada tam o'tishi mumkin, tam 5 oy o'tishi mumkin, 6 oy o'tishi mumkin, 6 oy o'tishi mumkin. Endi o'ylab ko'ringlar, qaysi biri yaxshiroq? Sizlar hadeb risk qilib 5 oy ichida faqat pul yo'qotganinglar yaxshimi yoki 0.01 bilan nima deydi? Kichkina progresslar orqali ishlab turib, o'zingizlarning depozitinglarni minimal risklar holatida oshirib borganinglar yaxshimi? Конечно, bizani holatimizda, ya'ni hammanglarning holatingizda riskni 0.01 bilan olib chiqqan sizlarga ma'qulroq. Nimaga? Chunki sizlarda orqangizda 10 ming 15 ming dollar tashab qo'ygan pulingiz yo'q. Kerak bo'lsa kimdir mana shu sohada ta'lim ololmaganligi uchun mana shu 200 dollarga kelib o'qidi. To'g'rimi? Ya'ni shuning uchun ham biz nima qilishimiz kerak? Biz kichkina risklardan
o'z depozitlarimizni oshirishni o'rganishimiz kerak. Bekorga aytmaydi. Например, boy insonlar nima qiladi? Aytaylik, nimadir agar qimmatbaho nimadir sotayotgan bo'lsa, har doim o'zini pulidan aytaylik 2% yoki 3% ni ajratib oladi. Ya'ni hamma pulini yoki hamma kapitalini yoki aytaylik 20% ni yoki 30% ni u narsaga tiqmaydi. Lishda men mana shu qonun qoidaga amal qilaman. Ya'ni nimadir qimmatbaho o'tgan bo'lsam, aytaylik cho'nchagimda 60 million pul bo'layotgan bo'lsa, men olgan narsa, naprimер 30 million keladigan bo'lsa, bu meni 50% riskimni tashkil qilyapti. Men unaqa narsa olmayman. Lutfi o'sha narsadan voz kechaman va pulim ko'paygan payt mana shu 50% menga hozir tushayotgan narsa ertaga menga shu narsa 10% ga tushadi. Va bu menga normal holatga aylanadi va men shu narsani olsam bo'ladi. Shuning uchun ham nima qilasizlar? Sabrni, ya'ni bilmayman, bog'lab qo'yasizlarmi yoki bir o'zingizlarni shu narsaga o'rgatasizlarmi? Nima qilsanglar ham bu narsa o'zingizlarga bog'liq. Men bu narsalarni to'g'rilab bera olmayman. Ya'ni psixologik holat bu o'zingizlar boshqarishingizga bog'liq. Ya'ni sizlar o'zingizlarni boshqara olmasanglar, men sizlarni boshqara olmayman. Ya'ni miyangizlarning ichiga kirib, sizlarni boshqarib, boshqa qilib unaqa qila olmayman. Shuning uchun ham psixologik bo'yicha men darslar beraman. O'shani iloji bo'lsa, o'sha unga hali vaqt bor. O'sha vaqti kelganda обязательно beraman. O'sha narsaga, qonun qoidaga amal qilgan odam inshaalloh men o'ylaymanki, bez problem любой lotda va любой holatda ishlaydigan bo'ladi. Bitta narsani esingizdan chiqarmanglar. Risk neizbежно, ya'ni riskdan qochib bo'lmaydi. Agar yaxshi daromad qilmoqchi bo'lsangiz, обязательно risk qilasiz. Shuning uchun ham risk plus tam qo'pol qilib aytganda Ferrari deydi. Agar risk qilmasangiz, sizga cho'pa-cho'pisi ham yo'q. Cho'pa-cho'pisi ham yo'q qo'pol qilib aytganda. Shuning uchun nima qilish kerak? Risk qilishga tayyor bo'lish kerak. Risk qilishdan qo'rqmas kerak. Kim mana shu sohada kim katta daromad olayotgan bo'lsa, o'sha insonlar risk qilishdan qo'rqmayotganligi uchun olyapti. Aytaylik, nima deydi? Risk qilishdan qo'rqmaslar ham bir Alloh taolo sizlarga bergan bir talant bo'ladi-da. Kimdadir sirazu o'sha narsa uyg'onib ketadi, kimdadir sekin-sekinlik bilan uyg'onadi. Lekin shu narsa garantированный qilinganki, что odam qilgan ishni odam обязательно qiladi. Lekin o'sha odam qilgan ishni odam qilish uchun shu ishni bajarayotgan inson judayam sabrli, judayam mustahkam bo'lishi kerak. Ya'ni yarim yo'lda tashlab ketadigan, yarim yo'lda hamma narsani yig'ishtirib qo'yadigan darajada bo'lishi kerak emas. Bugun sizlarga periodni o'rgatib berishga harakat qilaman. Aytaylik, bizga kerak bo'ladi daily. Mana bizda daily sham bor. Mana bizda daily sham. Endi bitta narsaga yaxshilab ahamiyat berasizlar. Bizda ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, har bitta daily shamda например, V bo'lib narx mana ketyapti. Mana AV. To'g'ri? Mana buni qayrillashtiraman. Tak. Mana qayrilashtirdim va menda mana markaz struktura shakllandi. Endi qaranglar, bizga nima kerak? Bizga mana shu AVlarni oxirgi maksimumi, oxirgi minimumi, oxirgi maksimum, minimum kerak bo'ladi. Va bu narsani biz qanaqa ishlatamiz? Esingizda tursin, yaxshilab eslab qolinglar. Agar biz pastdan minimumdan olayotgan bo'lsak, har doim yashil shamga e'tibor beramiz. Agar biz tepadan olayotgan bo'lsak, har doim ahamiyat beramiz qizil shamga. Ya'ni meni holatimda bu yashil va qora shamlar bo'ladi. Qora sham bu sell holati, yashil sham bu buy holati. Endi sizlarga mazmunni tushuntirib berishga harakat qilaman. Period nima? Period bu, aytaylik, mana bizda to'g'ri palasa bor. Mana to'g'ri palasa bor. Mana shuni olasizlar. O'zingizlar ikki qo'lasizlar, bir qo'lasizlar farqi yo'q. Mana shuni mana buyga qo'yasizlar. Botini aytaylik sellga qo'yasizlar. Botini yana buyga qo'yasizlar. Botini yana aytaylik sellga qo'yasizlar. Boti yana buy, boti yana sell. Ahamiyat beringlar, men qayerga qo'yaman? Pastda mana buyga qo'yapman, tepada sellga, pastda yana buyga, sellga, buyga, sellga qo'yapman. Xo'p, biz daily time frame'da o'z ishimizni bajarib bo'ldik. Endi nima qilamiz? Endi bizga nima kerak edi? Ya'ni H1 1 soatlik shamla kerak. Biz nima qilamiz? H1 ga sirazu o'tib olamiz. Mana H1 ga o'tdik.
va ko'ryapmizki bizada mana kunlik ochilishlar turibdi bu yerda. Ahamiyat beringlar. Mana bu narsalar kunlik ochilishlar. Mana bu yerdan keldi narx, mana bu yerga kelishi, mana bu holat bir kunlik holat. Mana H1dagi bir kunlik holat. Aytaylik, keyingisiga tashiydigan bo'lsam, bu yerda ham mana aytaylik, mana bu ham bizada bir kunlik holat. Mana bu ham bizada aytaylik bir kunlik holat. Mana bir kunlik holat va yana mana bizada bir kunlik holat. Va narxni ko'ryapmizki, bir kunlik shamla bilan ketyapti. Endi biz nima qilamiz? Bizga bozorda entry qilishim uchun nima kerak? Zona kerak. Zona kerak. Xo'p, bizada birinchi zona mana bu bo'ladi. Tana shpilka qilib o'zimiz uchun olamiz. Mana bu narsani o'chirib tashlaymiz. Mana menda tana shpilkasi bilan birga oldim narxni va o'zim uchun buni cho'zib olaman. Пока что bu yerga kelmadi. Bu hali test qilinmagan zona hisoblanadi. Va bu yerda mana ko'rishim mumkin. Bu yerda menda nima bor? Mana bu joyda menda mana sell sham bor. Mana kunlik ochilish zonasi. Xo'p, mana biza zonani oldik o'zimizga. Bu zonani ham tortib qo'yamiz. Kattaroq qilib. Endi bizga mana bu zona kerak. Mana buni olib qo'yamiz. Buni ham mana zona qilib olamiz. Mana zona qilib oldik. Buni ham ozgincha tortib qo'yamiz va buni yo'qotamiz. Va bu yerda mana bizda nima bor? Kunlik sham bor. Buni ham to'liq zona qilib olamiz. Mana. Hop, mana bu joyni ham ko'rib qo'yamiz. Mana bu joy bizda mana sell sham. Buni ham mana zona qilib qo'ydim. Mana bu joy bizda buy sham. Mana. Endi nima qilamiz? Bo'ldi. Biz o'zimiz uchun zonalarni yaratib oldik. Mana bizda zonalar yaratilgan. Endi mana shu zonaga nisbatan ishlashga, entry qilishga harakat qilamiz. Endi bu aytaylik bizning holatda M15 holatda bo'ladi. Qaranglar, bitta narsaga ahamiyat beringlar har doim. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, faqatgina ikki holatda ishlaydi. Birinchisi отбойga, ikkinchisi proboyga ishlaydi. Ya'ni bizda mana bu yerda proboyga ishlayapti narx. Bu holatda bizda nimaga ishlayapti? Отбойga ishlayapti. Mana. Bu holatda отбойga ishlayapti. Mana bu holatda ham ko'rishimiz mumkin. Proboyga urdi, lekin proboy ishlamadi. Tepaga ham proboy qildi. Keyin nima qilyapti? Proboy отбойga ishlayapti. Mana bu holatda ham shunaqa buzdi, отбойga ishladi ozgincha, teparoq buzib proboyga ketdi. Ya'ni bizda narx mana shu holatda shakllanadi. Mana narx отбойga buzdi, proboy qilib, отбойga ishladi va yana tepaga ketdi. Ya'ni bizda faqat mana shu holatda ishlatamiz periodga nisbatan. Endi ahamiyat beringlar bitta narsaga. Xo'p, ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, mana bizda o'zimizni o'rgangan narsalarimiz kelib chiqyapti. Birinchisi bu mana bizda EG fayli bor. Mana shu zonani ichida mana. To'g'rimi? Mana EG fayli va bu yerda bizda o'sha qo'shimcha trend line kelyapti. Mana trend line qilib buni ham ishlatib olsak bo'ladi o'zimizga mana. Ya'ni trend line qanaqa ishlayapti bizda? Kelyapti. Trend line probit qilyapti, pastga bit turib ketyapti. Trend line bu bizga qo'shimcha confirmation hisoblanadi. Esingizdan chiqarmanglar. Qo'shimcha confirmation, все, xolos. Boshqa hech narsa yo'q bo'ldi. Bizda trend line ikki xil holatda ishlashi mumkin. Birinchisi bu holatda bo'ladi. Ikkinchisi mana bu holatda bo'ladi. Xo'p, bular qanaqa ishlatiladi? Birinchisi bu narx keladi, отбой qilib ketadi. Ikkinchi holatda bu отбой
proboy, отбой, dальше ketadi. Mana shu holatda faqat trendline ishlatiladi. Bo'ldi, boshqa hech narsa holatda ishlatmaydi trendline, kerak emas. Mana bu holat. Bizani holatda hozir nima bo'lyapti? Narx kelyapti, chiqyapti, bitta uryapti va botdan ketyapti. Va biza botda mana bu joyda entry qilgandan keyin nima qilyapmiz? Va yana bizda keyingi entry uchun nima qilyapti? Narx o'zi yasab beryapti. Mana. Va bu joyda yana ikkinchi entry va narx tepaga qarab uchishni boshladi. Endi bu holatga ham nazar solamiz. Xo'p. Botda bizda birinchisida narx chiqdi va narx ketishni boshladi. Botda biza uchun hech qanaqa confirmation yo'q, hech qanaqa confirmation bermadi. Lekin bizda botda aytaylik EG fayli sell holatiga ishlab berdi. Sell holatiga ishlab berdi. Bizda har doim nima edi? Punktimiz 50 punkt. Mana bizga bemalol narx 50 punkt yo'l beradi. Va bu joyda mana narx yana probit qildi va bizga bu joyda EG yozadi. Ya'ni biza bu zonalarni confirmation ishlatgan holatda entry qilib ketaveramiz. Bez problem. Bu joyda mana narx chiqdi, tepaga probit qildi, narx kelib, mana bu joyda yana bizga EG faoliyatini berdi va narx o'z yo'lini nima qildi? Davom etdi. Va bu joyda bizga yana 50 punkt. Bu yerda 77 yurgan ekan, bizga 50 punkt kerak va biz 50 punktimizdan oldin chiqib ketdik. Bo'ldi. Mana bu joyda ham ko'rishimiz mumkin, mana 50 punkt. Mana 50 punkt. Ya'ni har bitta entrimizda обязательно anaqa ishlab beradi. Qo'rqmasdan ishlasanglar bo'ladi. O'zingizlar qilayotgan analizingizga, o'zingizlar qilayotgan ishlayotgan, o'rganayotgan sistemangizga har doim ishoninglar. Ishonchingiz yo'qolib qolmasin. Xo'p, tak dalay mana shu anaqani mashq qilib mana shu tartibda ishlatiladi. Nima edi? Period zonalar. Endi bu yerda kichkina time frame o'tsa bo'ladi. Men kichkina time frame o'tmadim. Обязательно o'shaning uchun multi time frame qilib berdim sizlarga iloji boricha. Mana bu joyda aytaylik, bizda mana narx probit qilyapti, orqaga kelyapti, bu yerda yana probit qilib qo'yapti. Mana ahamiyat beringlar, bittasi esingizda tursin. Zonaning ichini yorib oladi. Mana zonaning ichini yoradi. Agar zonaning ichini yorish niyati bo'lmasa, обязательно shpilka tashlaydi. Shpilka tashagani bu bo'ldi. Narx tepaga chiqishga kuchi yo'q. Обязательно orqaga ozgincha o'z откатini tashab beradi. Bu yerda ozgincha откат tashagani yo'q, normalniy откат tashadi. No, bizga mana shu joydan 50 punkt kerak edi. Mana biz 50 punktimizdan oldin chiqib ketdik. Mana garantированный 50 punkt. Bizda bilamiz, ko'plar Fibonacci ishlatadiganlar ham bor. Bu Fibonacci'da, например, 1.61 adashmasam, 1.61 bu full tepa hisoblanadi. Full tepa hisoblanadi. Bizning full tepamiz bu 50 punkt hisoblanadi. 50 punkt bu full tepa. Full tepa degani tepaga обязательно boradi degani. Ya'ni o'z foydamizni olib chiqib keta olamiz va win rate hisobi katta degani. Voy, bilan yomon charchaman degan. Xo'p. Bu yerda ham shunga nisbatan, ya'ni zonalarga nisbatan sizlarga o'sha EG-larni ko'rsatdim. EG-larni ishlatgan holatda entry qilib ketaverasizlar. Mana bu joyda, mana bizda period zona edi, lekin period zonaga ham urdi, EG faoliyatga ham urdi. Narx oldi razvorot tepaga qarab uchdi. Bu joyda ham с легкостью bozor 50 punktini olib chiqib ketdi mana. Xo'p, bugungi o'sha mavzuyimiz shu period bo'yicha men cho'ng'oldinglar degan umiddaman. Ya'ni mana dailyni olamiz. Dailyni har doim o'sha oxirgi support va oxirgi minimumga qo'yamiz. Ya'ni buy uchun bu minimum pastda, sell uchun bu minimum tepada. Xo'p.
Endi sizlarni darsliginglarni bir ko'rib chiqamiz, hammanikini birma-bir. Assalomu alaykum ustoz. Savol bersa bo'ladimi? Yoki oxirida beriladimi savol? Bering savolingiz. Misol uchun hozir Balandroq gapiring, iltimos. dailyda H1 switchani oldik-ku, zonalarni belgilab oldik. O'sha Xo'p. proboy, atboy qiladi dedingiz. O'sha zonaga kelgan paytida biz qayerdan aniqlab olsak bo'ladi? O'sha proboy qilmoqchimi, atboy qilmoqchimi o'sha? Hozir tushuntirib berdimmi opa shuni? Ko'rdingizmi? Har safar bitta odam shu yoqqa chiqyapti. Hozir tushuntirdim-ku, bu yerda bozorga to'pa kirmaysizlar dedim. Confirmation qidirasizlar. Men sizlarga EG fayllarni nimaga berdim? Hozir EG faylni gapirdim-ku. Shunday filtriga EG fayl qo'shiladimi faqat? Enter ha, confirmation. O'zingizdan o'zingiz bozorga kirib ketmaysiz-ku, zonaga ishonib. Ya'ni mana, например, zona botgan bo'lsa, men sizlarga EG fayl ko'rsatdim. Mana narx birinchi mana shu zonaga keladi. Probit qiladimi, adbit qiladimi farqi yo'q bizga. Mana shu zonani ichida yoki tashqarisidan ozgincha pastroqda bayga bo'lsa, biz bayga qidirayotgan bo'lsak, bayga confirmation bermaguncha yoki sellga confirmation bermaguncha biz bozorga kirmaymiz. Ya'ni o'sha ko'p holatlarda o'tkazib yuborilyapti-da. Bir ikkita punkt kirishga, entry qilishga o'sha holatlar o'tib ketyapti-da. O'shaning uchun so'rayaptim. Xo'p, mana bunaqa holat bor, mana ko'rsatib beraman. U o'zingizlarga bog'liq. U riskni o'zingizlar olasizlar. Men, например, bu joyda riskni aniq qilmayman. Men o'zimnikini tushuntirib berishga harakat qilaman sizlarga. Mana aytaylik, mana bu joyda EG fayl bor, mana. Mana EG fayl bor. M15 da. Mana. Aytaylik, mana narx pastga tushyapti. Mana shu EG faylni mana shu zonasiga tushadi-ku, men srazu bozorga kiraman. Men kutmayman yopilishini, boshqasini. Men lishni o'zimnikini aytaman. Mana shu zonaga kiradi. Shu zonaga kirishi bilan shunda tiqib tashlayman, qo'rqmasdan. Qachon chiqib ketaman, qachonki mana shu zonamni narx mana shunaqa qilib yorib qo'ysa. Mana. Bu yerda уже tanasi bo'ladi, bu yerda shpilkasi bo'ladi, mana. M15 time frame'da to'g'rimi? Shunaqa kutishimiz kerak agar M15 da shunaqa yopilsa, zonani yorib yopilsa, anaqa atmenligini bildiradi, to'g'rimi? EG faylni ko'rdinglarmi darslikni? Aha, ko'rdik. Nima deganman o'sha yerda EG fayl bo'yicha? M15, M5, M30 bo'yicha nima degandim? Kim esla oladi? O'sha time frame, ko'rayotgan time frame'da yopilishni kutish kerak. Shuni kuzatish kerak. To'ppa-to'g'ri. Mana konkretni darsni ko'rgan. Ya'ni sizlar bekorga mana bu shamlarni bekorga aytmayapman sizlarga. Har safar darsda aytaman. Mana shu sham, mana shu oddiy sham yopilish juda ko'p narsani hal qilib beradi. Bozorda harakat qatga bo'lishini mana shu narsa aniqlab beradi. Ya'ni sizni zonangiz haqiqatan ishlaydimi, ishlamaydimi degan narsani beradi bu. Shuning uchun ham aytayapman. EG fayl qaysi time frame ni olgan bo'lsanglar, o'zingizlarcha kirib Amerika yasamanglar deb bekorga aytmam. Mana bu kichkina time frame ni hozir kutib olaman, kichkina time frame ni usha olaman degan narsani Amerika yasamanglar deb bekorga aytmadim. Ya'ni mana shu men o'zimnikini lichni aytayapman. Mana narx mana shu zonani ichiga kirdimi, o'zi qo'pol qilib aytganda mana shu zonani oladigan bo'lsa, hajmi keladigan bo'lsa mana 10 punkt bo'lyapti. 10 punkt. Bu degani oddiy mana dollarga hisoblaydigan bo'lsak 0.01 uchun 1 dollar pul degani bu. Riskim 1 dollar bo'lyapti. Aytaylik 0.10da 10 dollargina pul bo'lyapti. 10 dollar minus qilyapman men 0.10da. Lekin agar menga, например, bu qarama qarshi tepaga men kutgan zonaga keladigan bo'lsa 50 dollar foyda topaman. Bu degani 1 ga 5 koeffitsient degani. Aytaylik, ja borsa nima qiladi? Hech qachon bitta sessiyada tursin, mamna qilib buzormaydi. Mamna qilib ketavermaydi EG faylda. Обязательно reaksiya beradi. Reaksiya bermagan taqdirda ham EG faylni o'zingizlar test qilib chiqsanglar bo'ladi. Mashina shpilka tashlashi ham mumkin, lekin zonaga nisbatan oldida yopiladi, ya'ni yaqinrog'ida yopiladi. Bu degani mana shu yerdan entry qiladigan bo'lsa, mana shu yerda yopilgan taqdirda ham meni risk hisobim 17 dollar, 17 bot. 0.10 uchun 17 dollar degani.
$50 ishlayotganingizda ham 1/3 koeffitsient olib chiqib ketyapsiz degani. Eshitdinglar, dars o'tayotganimda yaxshilab quloq solib eshitdinglar. Mana shu narsa, mana shu oddiygina nyuansni qo'yib yuborganinglar uchun ham bozorda prosta stop olaverasizlar. Har bitta qilayotgan pozitsiyalarni, ya'ni pozitsiya ochyapsizlarmi, har bitta harakatinglarni sababi bo'lishi kerak. Har bitta harakatni iji olasizmi, ijini o'ziga yarasha tasdiqlari bo'lishi kerak. Bizda iji tasdiqlari qanaqa? Aytaylik, ijing tasdig'i bu birinchi aytaylik baysham shakllandi, keyin selsham shakllanib, обязательно pasini ham, shpilkasini ham, tanani ham breyk qiladi. Keyin narx tepaga ham impuls bilan breyk qiladi va keyin narx keladi va biz o'tdan kiramiz. Mana bu holatda high riskka kirgan, lekin narx ketgan. Mana shu joyda ham men например olgan bo'lardim. Nimaga? Qachon chiqib ketaman? Qachonki zonani probit qilsa, probit qilib yopilsa. Bo'ldi. Men har doim time frame M15, M5 dan iji kiraman. Hech qachon M5, M15, M15 da stop hisobingiz 30-40 punktdan oshib ketmaydi. Borsa, nari borsa 20 punkt bo'ladi. Nari borsa. Shuning uchun ham men mana shu joylarda mana momentda ham mana probit qilib qo'ygan, lekin yopilmadi-ku. Po faktu narx qayerda yopilyapti? Tepada yopilyapti. Va narx keyin nima qilyapti? Uchib ketyapti. Men 50 punktimni prosta zaprosto olman chiqib ketyapman, bo'ldi. Mana shu yerda kirganman, mana 50 punkt momentda bor. Mana mana shu yerda oxirgi maksimumni chiqib ketyapman bozorda. Ishlagan bo'lsa 15 minutlikdan 3 ta switch ishladi, bo'ldi. Men tepayimni oldim, chiqib ketdim. Lishni men shunaqa ishlayman. Agar riskidan qo'rqmasanglar, farqi yo'q. Mana EG-Falt olinglar. EG-Faltdan bitta keladi, bo'ldi. Mana shundan suqishni boshlaysizlar. Mana shu zona sizlar uchun stop zona hisoblanadi, mana. Stop zona deganda qanaqa? Ya'ni bozorni mana shunaqa qilib bozor siz zonangizni breyk qilib qo'ygan bo'lsa, значит bu обязательно ozgincha pastga tushadi bari. Keyin xolasa buzib tepaga ketmaydimi, farqi yo'q. Lekin zona buzdi degani обязательно pastga yoki bayga ketadigan bo'lsa, bayga o'sha o'z harakatini qiladi. Tushuntira oldimmi? Ha, tushundim Asqar aka. Rahmat. Yo, men kim menga savol berdi? Tushundim, rahmat ustoz, tushunarli. Ne bo'lmasa javob bermayapsiz, opa? Siz savol berasiz, men sizni savolingizni hurmat qilib javob beraman. Sizga tushundingizmi deyapman, siz anaqangizni ochib ham javob bergingiz kelmayapti. Yo, yonimda bolam bor edi, hozir ichkariga. Ya, u hech qisi yo'q, tushunaman. Bo'ldi, tushundim deb qo'ysangiz, men bilaman-da, что siz tushungan yoki tushunmaganligingiz. Tushunmagan bo'lsangiz, yana bitta o'sha narsani ko'rsatib beraman, tushunyapsizmi? O'sha filtriga M15 emas, M5 olyotgandim-da, o'shaning uchun ham stop olib qo'yayotgan ekan, o'shani tushundim. Xo'p, filtrga M5 otgan bo'lsangiz, bizda M5 ham bor-ku, nima farqi bor? Stop kattaroq bo'lib qolyotdi-da. Stop katta bo'lmaydi. Birinchidan stop men stop qo'ymayman. Men stop qachon qo'yaman? Faqat bezubitkada stop qo'yaman, bo'ldi. Men stop ishlamayman umuman, stop qo'ymayman. Katta depozitda stop bilan ishlayman. Kichkina depozitda hayotda stop qo'ymayman. Aha, tushunarli. Keyin o'sha qaysi time frame EG-Falt olgan bo'lsa, o'sha time frame o'zida kuting. Hop. Xo'p, ustoz, xo'p. Hop, darslarni ko'rib chiqamiz. Bilmayman, bu yerda qaysi biri tekshirilgan, qaysi biri tekshirilmagan, vashshi ko'p ketgan bor. Mana kim tashadi? Mana Suhrob kim mana shu? Shotdamini Suhrob? Men har doim aytaman sizlarga, 3 ta har bitta odamga 3 ta. Keyinchalik o'sha o'zingizlarga test qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol o'zingizlar uchun qilinglar. Men bu 15 tani, 10 tani qachon tekshirib olaman? Hammaga aytganman, 3 ta. 3 ta tashlaganingizda ham 100 ta odamniki 300 ta bo'ladi. Bu yerda вообще ko'p. Hozir 1 minut.
Mana qarang, mana 6 ta, 7 ta tashlagan. Mana 2 ta tashlayman. Cho'tka, 2 ta cho'tkisini tashlash kerak bo'ldi. Kerak emas 10 ta, 15 ta, 20 ta, 30 ta. Mana bu ham 5 ta tashlaganlar. Xo'p, bundan buyog'iga darslarni 3 ta 3 ta, hamma 3 ta 3 ta bo'ldi. Qolganini o'zingizlarga qilaveringlar, bemalol o'zingizlar uchun test qilib chiqaveringlar, muammosi yo'q. Menga 3 ta 3 ta tashlanglar bo'ldi. Hamma tushunarlimi? Tushunarli bular. Xo'p, mana bu kim ekan? Aziz ekan. Azizbek. Bu nima bu? Iji qilib qo'yibdilar. Iji emas bu. Bu yerda iji yo'q. Xato bu. Mana bu tepadagisi iji. Hello. Noto'g'ri hello. Kichkina harakatlarni olmanglar. Markaz strukturada har doim katta harakatlarni olishga harakat qilinglar. Ya'ni bizda katta harakat qaysi? Mana. Impuls oxirgi minimum. Impuls oxirgi minimum. Mana impuls oxirgi minimum. Impuls tak, mana impuls oxirgi minimum. Mana impuls. Mana shunda oxirgi lowlarni adashib qolmaysizlar. Oxirgi low bilan oxirgi maksimum. Mana bu kichkina harakat kerak emas. Mana katta harakat, mana katta harakat, mana katta harakat. Ya'ni bot katta harakat bo'ldimi, bot ham katta harakat bo'ladi. Bot katta harakat bo'ldimi, bot ham katta harakat bo'lishi kerak. Shu narsaga ahamiyat bering. Ichida baribir mana bunaqasi bo'ladi. Mana bunaqa holati bo'ladi. Shuning uchun ham shu katta harakatni olishga harakat qilinglar. Xo'p, easy file. To'g'ri easy file. Nima bu endi? Bo'ldi, tushundim. Bu entry ekan. Mametdan entry. Xo'p, to'g'ri bu ham. Tak, bu nima? Bu nima olingan? Hech balo bilmayman nima olinganini. Xo'p, easy file. Easy file tepadagisi noto'g'ri, pastdagisi to'g'ri. High risk holatiga kirib qo'ygan. Tak. Azizbek tashlagan ekan. Xo'p, bu entry sham bo'yicha entry adashmasam. Hop, 1.2 pozitsiyaniga menimcha uzoqda olingan. Hech baloni ko'rib bo'lmayapti. Hop, Mametda nima olingan? Botda nima olingan? Hop, mana bu joyda. Hop, bu to'g'ri. Hop, bu ham to'g'ri. Tak. Bu ham to'g'ri ekan. Hop, kim ekan bu? Tak, sham bilan entry, Zilola paniki. To'g'ri Zilola bu ham. Hop, easy file, noto'g'ri. Tak. Easy to'g'ri olingan, cho'tki. Har bittasida anaqasi bor. Botda keyin ahamiyat beringlar bitta narsaga. Iloji bo'lsa, har doim agar orqada support zonalar bo'ladigan bo'lsa, orqani o'zingizlar confirmation qilib olinglar, oldin emas. Mana bizda mana harakat bor. Mana. Mana shu harakat buzilyapti. Bo'ldi. Mana shu ikkita qildimi, bu yoqlarga umuman ahamiyat berishingiz shart emas. Vso, naq mana shu iji kelyaptimi? Iji kelganda yopilishiga ahamiyat berdinglar. Yopilishiga ahamiyat berdinglar, bo'ldi. Keyingi shamdan dum kirdinglar. Iji. Hop, bu joyda ham orqada harakat bor, mana. Mana orqada harakat, mana. Mana orqada harakat, keyin mana buzilyapti. Keyin o'sha narx manipulation qilib, berib, keyin ketyapti. Mana orqada. Mana. Hop, noto'g'ri iji. Hop, 1.2, to'g'ri. 1.2, noto'g'ri bu. Noto'g'ri. Qani bu yerda break? Qizil sham break qilmagan-ku. Kimniki ekan bu? Chiqmadi hozircha. Hop. To'g'ri bu ham. Почти Zilola paniki bilan bir xil bo'lib qo'ygan. Eji. SS holati, error holatiga ham to'g'ri kelgan. Hop, eji.
To'g'ri bu ham. Noto'g'ri ijro olingan. Pastdagisi to'g'ri, tepadagi noto'g'ri ijro olingan. Bu ham noto'g'ri. Faqat tepadagisi to'g'ri. Keyin orqadan zona oladi. Xo'p, iji faol to'g'ri olingan. Mana entry 50 punkt yurib bergan adashmasam. Cho'tka olingan. Hali bu yerda break bo'lgan. Mana bu yerda break, narx bitta urgan, ketgan. Hop, iji noto'g'ri. Hammada почти bir xil joyda. Hop, to'g'ri bu. Tak, Ulug'bek donatgan ekanlar. Cho'tki. To'g'ri darsli. Break qildi. 1-2 nisbatan tepa 60-30. Cho'tki. Zo'r ishlangan. Cho'tki bu ham. Mana break qildi. Mana qatlarni ko'rsatib beryapti. Mana zo'r dars qilib qo'yilgan ekan mana. Mana break qildi. 1-2 nisbat 6 tepa 30 punkt. Cho'tki qilib qo'yibdilar. Break qildi. Iji faol to'g'ri. Bu yerda anaqa ham bor. 1 break, 2 break mana. Mana. To'liq break, harakat keldi, bitta urdi, botdan tushib ketdi. Va bu joyda bizda anaqa bo'ldi. Short long zona bo'ldi. Narx keldi, botdan ketdi. Masir Saparin sistemasi bo'yicha ekan. To'g'ri iji. To'g'ri iji. Hop, har bitta iji olingan bu. Qani bu yerda ezber yo'q-ku. Mana bu joyda. Bu joyda вообще-то mana bu olinadi. Shunda bir haqiqatga to'g'riroq bo'ladi. Mana bu joyda. Men o'zim kirgan joyim bor mana shu yerda mana. Narx lekin ichkariga kirgan, lekin yopilish tepada bo'lmagan. Shuning uchun ham ozgincha pastga yurish harakati bo'lgan. Mana shu 1-2 mi? 1-1 ku. Hop. Noto'g'ri bu. To'liq buzmagan. To'g'ri bu ham. Biriga bir. Stop. 1-2. Sham bilan entry. Bu yerda bilmayman nima bo'lgan. Mana bu yerda ekan. Mana bu bizda keyingisi 1-2 yurib berdi. Ijini o'zi. To'g'ri bu ham. Bu ham to'g'ri. Hop. To'g'ri bu ham. Nechida ko'rilyapti bu M30 da. M30 filtr qilish kerak. Iji faol to'g'ri. High risk. Iji o'zi to'g'ri. Iji o'zi to'g'ri. SS holatida ham ishlagan. To'g'ri. Sizlarga SS error to'liq qilib o'tib berdimmi? O'tgan yo'q.
O'tilmada. Yo'q. Keyingi darsda SNR float beraman xudo xohlasa. Ancha anaqayla savdoylik yengillashib qoladi. Xo'p. Xo'p, o ma'mikim. Malades, zo'r. Cho'tka qilib qo'yibdilar. Kimdir ko'rdim, kimdir menga tashlab berdi. Anaqani. Aytgancha. Hamma mamna qilib tashlasin. Mana, Behruziki zo'r tashlabdilar. Anaqa qilib tashlab berasizlar, zip qilib tashlab berasizlar menga. Mana. Mashaq qilib tashlab beringlar hammanglar. Mana, cho'tka tashlabdilar. Cho'tka. Behruziki zo'r tashlabdilar. Hamma mashaq qilib zip tashlaydi. Keyingi darslarda hamma mashaq qilib zip qilib tashlasin. Kompyuterdan qilinadi bu zip. Kompyuterdan qilib olasizlar. Keyin har bitta mana shu zip ichida 3 tadan dars bo'lsin. Nima qilasizlar? Bo'tga o'sha, например, EG darsli, aytaylik, market struktura bo'yicha darsli deysizlar-da, tagiga o'zingizlarning isminglar yoki o'sha isminglarni yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Suhrob, Aziz, например, Bahodir, Behruz, Zilola, например, Nasiba, farqi yo'q. O'sha isminglarni mana shu temani ichida nima borligini tashlab qo'yasizlar. Va darsinglar 3 tadan ko'p bo'lmasin. 3 ta, faqat 3 tadan tashlaysizlar. Shunda 300 ta darslik bo'ladi, 300 ta darslikni ishlab chiqamiz. Yaxshi, bo'liming unaqa zo'r emas, boshqa ham emas. Ko'rishinglar yaxshi, ancha ko'z tegmasin. Xo'p. Yaxshi. Hammaning darslari zo'r. Bundan buyog'iga o'sha anaqa videolarni ko'rib chiqdinglar. Mana o'zaro suhbat degan joyda bemalol o'zingizlar gaplashib, fikr alishib, entrylar bilan bo'lishib, boshqa balobatlar qilsanglar bo'ladi. Xo'p, mana odam kim ekan? Umidjon aka shu yerdamilar? Xo'p, Umidjon aka yo'q ekanlar. Bo'lmasa video baribir ko'rib oladilar. Umidjon aka aytib qo'yamiz. Umidjon aka yana bir marta mana shunaqa bizning sistemamizga taalluqli bo'lmagan qanaqadir mamlaqa 1, 2, 3 qanaqadir Elliot to'lqinlarini sistemasini qo'yadigan bo'lsangiz, avtomatik gruppadan o'chirib yuboraman. Qolganlarga ham tegishli. Sistema o'rganamizmi? Sistema bo'yicha kiringlar. Xo'p. Все хорошо, hamma darsliklarni kelishib oldik. Bundan buyog'iga o'sha darsliklarni zip holatida berasizlar. Ichida darsliklar 3 tadan oshmasin. Hamma 3 ta tashlab bersa yetadi. Xo'p, kelinglar ozgincha psixologiya haqida gaplashamiz. Trading psixologiyasi. Bu o'zi nima? O'zimdan kelib chiqib aytib berishga harakat qilaman sizlarga. Bozorda qo'rqmasdan savdo qilish uchun, qo'rqmasdan pozitsiyaga kelganda pozitsiyaga kirish uchun faqatgina birgina yo'li bor. Va u ham bo'lsa sistemaga bo'lgan ishonch. Например, лично men o'zimning sistemamga o'zim ishonaman. Ya'ni bilamanki, что Winrate hisobim bor. Agar men, например, o'sha qonun qoidalardan chiqmagan holatda savdo qiladigan bo'lsam, ana o'sha savdo amalga oshishiga men ishonib turaman. Ishonaman, realni ishonaman bu narsaga. Agar ishonch bo'lmasa, ya'ni sistemaga ishonch bo'lmasa, sizlar xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi, farqi yo'q.
uni eplolmaysizlar. Ya'ni aytaylik, mana bu joyda bizda aytaylik zona bor edi. Aytaylik, mana shu joyda agar hozir narx kelsa kiraman dedinglar-da, lekin narx mana shu joyga kelganda kirmadinglar-da. Aytaylik, mana bu joyda kirdinglar bozorga. Mana bu joyda kirdinglar. Mana bu joyda entry bo'ldi. Kechikibroq kirdinglar. Bozor sizlar tomonga yurishni boshlaydi va sizlar nima qilasizlar? Xursand bo'lasizlar. O, bozor ketdi, u qildi, bu qildi. Lekin bozori qisqa orqaga harakati bo'ladi. Ana o'sha qisqa orqaga harakat bo'lganda, mana shu tushishni o'zi sizlarni shuganiga solib qo'yadi va qo'rquvga olib kelib qo'yadi. Mana shu joyda kimdir full tiqqan bo'ladi, kimdir disiplinaga amal qilib tiqqan bo'ladi va bu joyda hamma har xil zarar ko'radi. Shuning uchun ham mana shu narsalarni kuchaytirish uchun ham birinchi bo'lib nima qilinadi? Birinchi bo'lib sistema olinadi. O'sha kimdandirmi yoki o'zingizlar sistema yaratasizlar, farqi yo'q. O'zingizlarga bog'liq. O'sha sistema qilganinglardan keyin o'sha sistemani test qilish boshlanadi. Ya'ni test qilish jarayoni bo'ladi. Va uni sizlar o'sha demo shotda ham emas, real shotda ham emas. Prosta bozorni kuzatibgina anaqa qilasizlar, test qilasizlar. Ya'ni bozor, например, nima deydi, mana bizda tarix bor. Mana shu tarixda ko'proq ishlar urish kerak. Например, aytaylik, mana shu yerdan mana shu yergacha periodni oldinglar-da. Mana aytaylik, mana shu o'rtadan boshladinglar va mana shu joyda tugatishinglar kerak. Va mana shu oralig'i ichida, например, sizlarga kerak bo'lgan confirmationlarni hammasini qidirasizlar-da. Aytaylik, mana shu yerdan mana shu bayga uchguncha aytaylik 10 ta confirmation topdinglar. 10 ta confirmation topganlardan keyin nima qilasizlar? Hamma confirmationlarni mana bu yerdan olib tashlaysizlar-da. Olib tashlab turib, aytaylik, 10 ta topgan bo'lsangiz, keyingi safar yanada ko'proq topishga harakat qiling. Va mana shu joylarda har safar qidirganinglarda, nimadir qidirganinglarda ko'payib boraveradi. U nimaga? U nimaga ko'payib boradi? Chunki sizlarning ko'zinglar bozorni algoritmiga уже o'rnashayotgan bo'ladi. O'rganayotgan bo'ladi. Shuning uchun ham o'sha sistemaga ishonchinglar oshishini xohlasanglar, o'sha nima deydi? Kimda nima savol bor? Asqar aka, men bitta savolim bor edi. Bir ikkita. Ko'pchilikda shunaqa xato bo'lyapti ekan, xatoni men bilmadim. Sistema bo'yicha o'tilgan mavzular bo'yicha beringlar. Ha, sistema bo'yicha. Hop. Ana EG fayl bor bizda. O'shani pastini ham yorish kerak ekan, tepasini ham yorish kerak, to'g'rimi? Aha. Faqat bitta switchdan. Bitta emas, ikkitada yorsa ham bo'ladi, lekin o'sha zona impuls bilan yorilishi kerak. Men aytganim masalan kirish chiqish joyi, mana qarang. Sodda qilib tushuntirib beraman. Mana zona, to'g'rimi? Bu kirish joyi, bu chiqish joyi, to'g'rimi? Biz aytaylik bayga ishlamoqchimiz. Bu bizada chiqish joyi, bu yoq joyida kirish joyi, to'g'rimi? Mana bu yerda kirish joyi. Qarang. Mana shu kirish joyi va tepadagi chiqish joyi impuls bo'lishi kerak. Bo'ldi. Yo, uni tushundim. Yonidagi switchlar masalan ikkinchi switchasi probit qila olmasa, lowni, o'sha EGF'ni qizil sham deylik. Ikkinchi shami probit qilsa, hisobda o'taveradi, to'g'rimi? Nimani tushunman, boshqatdan qaytaray. Mana hozir selga harakat bo'lyapti, to'g'rimi? Bitta ko'k sham bizda bor, bayda turibdi. Bitta sel sham probit qila olmadi, EGF qila olmadi, to'g'rimi? Kichkina yopildi. Ikkinchisi probit qildi, shpilkasi bilan urdi. Hop. Bizda bu holatda EGF qilib olsak bo'ladimi? Mana qilib olasiz. Mana bizda baysham bor edi. Bu joyda bizda aytaylik narx birinchisidan yoraman-da.
Mana birinchisida yoramadi. Ikkinchisida tanasi bilan yorib ketdi do'sti, to'g'rimi? Ha, xuddi shu. Da bo'ladi. Bo'ladi. Ha, Po faktu mana bu joyni, mana bizada mana shu joy bo'lsa, po faktu mana shu oraliq bizada impuls bilan buzilyapti-ku. jifi qilib olsa bo'ladi, to'g'rimi? Ha, Shundoq bo'ladi. holat. Keyin To'xtang. Mana bu siz bayga ishlatmoqchi bo'lganingiz bor-ku. ha, Mana bu. Mana biz bu yerdan bayga ushlamoqchimiz, mana bayga. Mana bu holat har doim polniy buzish kerak. Bayda ham, selda ham. uchinchi svechasi to'g'rimi? Shundan. Mana bu joyi 2 marta buzsa bo'ladi. Mana bunaqa qilib 2 marta buzsa bo'ladi. Lekin Bitta pastga o'tsa, bitta tepaga. ha, buzish joyi har doim bitta impuls bo'lishi kerak. Har doim. Aytaylik, mana oddiy misol. Siz mana buni aytasiz. Mana bu holat, mana buzilmagan bu holat. Bu ijifatga kirmaydi. Mana. Mana bu joyi ijifatga kirmaydi. Qarang. Yo'q, shu holatda Asqarga qarang, gapingizni oldim aka, mana ikkinchi qorasham turibdi-yu, mana bitta qorasham turibdi orasida shuni. Yana ikkinchi qorasham pastga yopilib probit qilsa hisobda o'taveradi, to'g'rimi? Mana o'sha sabr qilib tursangiz farqini ko'rsatib bermoqchiman. Mana bu bizada 100% o'tadi mana. Mana. Farqini ko'ryapsizmi? Mana buzolmadi qorasham, buzdi qorasham. Mana, yana buzolmadi. Ya'ni buzdi qorasham mana. Mana. Impuls. Mana impuls. Mana impuls. Mana impuls. Orqaga reject uchyapti. Tushuntira oldim? Yo'q, men sizni tushundim, просто men tushuntirib bera olmayapman. Bo'ldi, mana qarang, mana shu narsadan o'tmang, bo'ldi, kerak emas. Mana shu narsa bo'ldi domla. Mana. Bo'ldi, qolgani kerak emas bizga. Bitta shamni buzish kerak ekan. Ha, bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Faqat bitta sham, mana shu bitta sham. Bo'tga ham impuls. Faqatgina mana bu yerda buzayotganda bor-ku, ikkita sham bilan buzsa bo'ladi. Lekin mana bu chiqish joyi impuls bo'lsa. Chiqish joyi impuls mana. Ko'ryapsizmi mana? Chiqish joyi mana ko'ryapsizmi? Impuls bor. Lekin orqa taraf har doim rejay mana impuls bo'lish kerak. Обязательно. Ikkita, uchta, to'rtta sham umuman kerak emas. Bitta sham bo'l. Mana bu 10 tarafi ikkitami, uchtami farqi yo'q. Mana shu joyi polni probit qilsa, orqaga qaytishiga kirsa bo'ladi. Shundan ekan. Kimda nima yana savol? Asqar aka, assalomu alaykum. Salom alaykum. Memor uzr ekan, hozir mana shu darslikni tugagandan keyin iloji boricha sразу tashlab qo'ya olasizmi gruppaga? Chunki men ishda bo'lib kira olmadim, o'shaning uchun. Endi sразу tashlashim shart emas. Bugun tashlab bersam bo'ldi-ku, to'g'ri?